Bir hafta yugurish sizni sog'lom qilib qo'ymaydi. Ko'pchilik ko'zdan qochiradigan, lekin muvaffaqiyatli insonlar e'tirof qiladigan ko'nikma bor. Bu bardavomlik. Insonni bardavomlik yuksaltiradi. Bugun ko'pchilik bardavomlikka emas, balki qisqa vaqtli motivatsiyaga erishadi. Lekin eng kuchli motivatsiya ta'sirida ham inson uzog'i bir hafta harakat qiladi. So'ng yana eski holatiga qaytadi. Masalan, kitob o'qimaydigan, erta uyg'onmaydigan, dars qilmaydigan. Atom odatlari kitobi muallifi James Clear aytadi: "Men kutmagan ulkan natijalarga olib chiqqan narsa kichik, lekin bardavom qilgan harakatlarim edi." Chindan ham hayotimizda turli xil holatlar bo'ladi. Kasal bo'lamiz, muammolarga uchraymiz, lekin aynan shu o'rinda o'zimizga bahona izlashimiz bilan yiqilamiz. Mana shu yerda bizni bardavomlik yuksaltiradi. Yoshlar, bardavom bo'ling. Bir ishni boshladingizmi, oxirigacha turib bering. Har qanday holatda sizni rivojlanishingizga yog'gan qor, o'chib qolgan chiroq, ijtimoiy tarmoqlar, stressli holatingiz ta'sir qilmasin. Qat'iyatli va bardavom bo'ling. Muvaffaqiyat yo'lida metin iroda, solih do'stlar va yaxshi muhit tilab qolaman. Bir narsaga aniq ishonaman. Bardavom ekansiz, siz kutgan natija kutilmaganda kelganini sezmay qolasiz.